Aynan mana shu Angren shahridagi 41-umumiy o'rta ta'lim maktabiga ichki ishlar xodimlari bosimli reyd o'tkazdi nomli video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Holatni esa atroflicha o'rganamiz. Akadan bu faqat o'zimda qoladi, boshqa hech kimga chiqmaydi. Turtingda hammani oldi. Kelayotgan bolaning ota-onasiga bosim qilyapti. Kim o'zi ular? Holat joriy yilning 11-noyabr kuni sodir bo'lgan. Biz dastlab direktor bilan suhbatlashdik. 8 ta ichki ishlar xodimlari maktabimizni mana bu kirish foyasida turishgan ekan. 3 ta jamoaga bo'linishdi. Har bittasiga o'zimni xodimlarimni biriktirib berdim. Ma'naviyatchilarni biriktirib berdim, psixologni biriktirib berdim. Ta'lim dargohiga bemalol bostirib kirib, kim huquq berdi unaqa ichki ishlarga tushunmadim. Ertalab yana janjalga kelyapti ota-onalar. Nima bo'ldi o'zi? Nimaga qizimni haqoratlayapti darsga kirib? Nimaga cho'ntagini tityapti? degan narsalar bo'ldi. Haqiqatan nima sababdan maktabda nazorat tadbirlari o'tkazildi deya mas'ullarga yuzlanganimizda, ular maktab joylashgan Navbahor mahallasi Qizil toifada bo'lganligi uchun shu hududdagi barcha joylarda, jumladan maktabda ham jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida bu kabi tadbirlar o'tkazilganini hamda o'rganishlar davomida o'quvchilar tamaki mahsulotlarini olib yurishi, qolaversa yana bir qancha kamchiliklar aniqlanganini bizga ma'lum qilishdi. Maktabga o'sha surunkali kelmaydiganlar ro'yxatini o'zim aniqlab, maktabga surunkali kelmaydigan o'quvchilarning xonadoniga borib, o'rganib muammosini, xonadon o'rganish dalolatnomalarini ham tuzganman. Surishtiruvim davomida aniq bo'ldiki, maktabga 10 nafar o'quvchi surunkali bormaydi. Ularni nimaga bormaslik sabablari aniqlanganda, ular boshqa shaharlarda o'sha repetitorda o'qiyotganligi, do'konda sotuvchilik qilayotganligi holatlari aniqlandi. Nimaga kelmadi desak, sinfdoshlari bilmaymiz deydi. Maktab hech qanaqa bu bo'yicha oydinlik kiritmadi. Shu bo'yicha keyin men boshliqlarimga aytdim. Holat mana shunaqa bo'lyapti ekan deb, keyin biz surishtirishlarni amalga oshirdik. Maktabning inspektor psixologi bir emas, bir necha bor kamchiliklar haqida ta'lim dargohi ma'muriyatiga xabar bersa, unga nisbatan to'sqinliklar bo'lgan ekan. Boshqa o'qituvchilar orqali aytib yuborgan, Sevinch maktabga kelmasin, ishini tinch davom ettirmoqchi bo'lsa, gaplar aytib yuborgan. Maktab ichki tartib qoidalariga rioya qilmagan o'quvchilar bilan ogohlantirish, ularga tushuntirish ishlarini olib bormoqchi bo'lganimda ham to'sqinliklar bo'lgan maktabda. Buni qarangki, bu qarshilik va to'sqinliklar faqat bir kishiga nisbatan bo'lmagan ekan. Bundan oldin ham bu holat takrorlangani ma'lum bo'ldi bizga. Maktabda 2025-yilning fevral oyigacha inspektor psixolog sifatida faoliyat yuritgan sobiq xodim bilan biz suhbatlashamiz. Birinchi maktabda ishlab yurganimda maktabga kelmaydigan, maktabdan dars mobaynida ketib qoladigan holatlar topganman. O'sha holatlarga chek qo'yaylik deganda, yo'q, bu ishlar bo'yicha siz aralashmasangiz ham bo'ladi degan. Men o'zim hal qilaman degan. Men o'sha paytda keyin shu bilan tortishib, shundan keyin maktabdan bu ish faoliyati yoqmagandan keyin nafaqaga chiqishga to'g'ri keldi. Meni bu yerda ishlashga yo'l qo'ymagan. Men bu narsalarni endi eshityapman. Mana shu narsalar men uchun yangilik. Men hech qachon ichki ishlarga qarshilik qilmaganman. Nimaga qarshilik qilaman? Ular bizga yordam beruvchi shaxslar-ku. Nimaga qarshilik qilaman? Bu narsalarning hammasi norin gaplar. Maktabga nisbatan bo'layotgan norin gaplar. Davomat qay darajada maktabda? Davomat 99 bo'ladi bizda. Maktabda kelmaydigan bola yoki umuman yo'q bola degan narsa yo'qda. Maktabda sababsiz dars qoldirib yurgan o'quvchilardan birining otasi bilan suhbatlashdik. Ba'zilari dars qoldirib, chasni repetirga olmadi qatnardi. Endi haftasiga 2-3 marta kelardi anaqaga maktabga 2 oy davomida. 1 oydan oshiqroq vaqt mobaynida dars qoldirgan. 1 oyga yetayotgan shunaqa bo'lgan. Ta'lim dargohlarida baho o'quvchilarning bilimiga qarab qo'yiladi. Biroq bu maktabda darsga kelmasa ham uni sababli qilib ko'rsatish va baho qo'ydirish odatiy holga aylangan ekan. Biz bilan suhbatlashgan maktab o'qituvchisi bir nechta sababsiz dars qoldirayotgan o'quvchilar borligi va unga sinf rahbarlari orqali direktor baho qo'yib berishini aytishi haqida ma'lum qildi. Sentyabrdan ishlayotgan bo'lsam, sentyabr davomida umuman kelmagan o'quvchilar bor. Men masalan o'zim 11-sinfga bitta 11-sinfga kiradigan bo'lsam, o'sha 11-sinfda 2 ta shunday o'quvchi bor. Kelsin deb talab qo'ydim. Qanday qilib men yo'q o'quvchiga baho qo'yaman deb talab qo'yganimdan so'nggina o'qish keldi. Rahbar o'zi ayta olmayapti-da menga baho qo'yib ber deb ayta olmayapti, lekin sinf rahbarlari qo'ymayapti-da. Yo'q o'quvchiga baho qo'yasan deb talab qo'yadi. Bizga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, maktab direktori bir necha o'quvchilar sababsiz dars qoldirgan bo'lsa-da, ularga baho qo'ydirgan, undan tashqari baho qo'yishni istamagan o'qituvchilarni esa ishdan ham bo'shatgan ekan. Maktabga borsam, direktor sen shunaqa kuchayib ketganmisan debdi.
sen shu darajada o'zingdan ketib qolganmisan, meni atrofimdagilarga saqiray degandek. Keyin seni quritaman dedi. 5 ta dedim, maktabga kelmaydigan o'quvchilar bilaman dedim. 1 yildan beri shularga baho olinyapti dedim. Tadbirlar davomida asosiy dars mashg'ulotlariga qatnashmayotgan 9-sinf, 10-sinf, 11-sinf o'quvchilarining davomati o'rganilgan. O'rganish davomida 9-sinfdan 11 nafar yoki 11.8%, 10-sinfdan 12 nafar yoki 15.2%, 11-sinfdan 15 nafar yoki 20% o'quvchilar dars mashg'ulotlariga qatnashmaganligi aniqlangan. Biz holatga atroflicha oydinlik kiritish maqsadida Toshkent viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi matbuot kotibi bilan suhbatlashdik. Ayni paytda Toshkent viloyati maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi tomonidan o'rganish uchun mas'ullardan iborat ishchi guruh tuzilgan, o'rganish ishlari olib borilmoqda. O'rganishlar yakuniga qarab ma'lumot beramiz. Ichki ishlar vazirligidan tashkil topgan ishchi guruh holatni o'rganayotganligi to'g'risida bizga ma'lumot berishdi va savollarimizga javob olish maqsadida biz Angren shahar ichki ishlar boshqarmasiga yetib keldik. Haqiqat egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi deyishadi. Chindan ham bu voqealarda haqiqat sinmadimi? Ya'ni dars qoldirgan o'quvchilarga baho qo'ydirish, hujjatlarni soxtalashtirish, yetmaganiga ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri axborot tarqatish uchun chora ko'riladimi? Holat o'rganilganda o'quv yilining birinchi choragi davomida bir qator o'quvchilar dars mashg'ulotlariga surunkali qatnashmagan bo'lsa-da, maktab mas'ul xodimlari tomonidan ushbu o'quvchilarning darsga qatnashganliklari va fanlarni o'zlashtirib kelayotganliklari to'g'risida kundalik.com elektron ma'lumotlar bazasiga yolg'on va soxta ma'lumotlar kiritilganligi ma'lum bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan maktab mas'ullariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Maktabda kuzatilayotgan barcha holatlar atroflicha o'rganilishi va nazoratga olinishini barcha mas'ullardan kutib qolamiz.